YouTube'da EBC5 degan kanal bor. Va uni Alisher degan bola yurg'izar edi. Lekin u 5 oydan beri video yuklamadi. Hech kimga hech narsa demasdan yo'q bo'lib ketdi. U YouTube'ni juda sog'indi. Va nihoyat u qaytdi. Hammaga salom, sizlar Alisher. Bunaqa deyishni juda sog'indim. Yaqinda kanalimga post qo'ygandim, savol ber deb. Va bugun sizlar bergan eng zo'r savollarga javob beraman. Tuxumni 100 yil asrab ichidan nima chiqishini ko'rganmisiz? Paypovizni rangi qanaqa? Endi hammasi ham zo'r savol emas. Eng ko'p berilgan savol: YouTube'ga qaytdingizmi? Nega video chiqmay ketdi? Rostdan YouTube'ga qaytdingmi? Men bu tarafdaman. Iltimos, ekranni chorni-belay qil. Zo'r. Keyin Titanicning musiqasini qo'y. Yaxshi. Men YouTube'dan ketmadim. Shunchaki darslar qilgandim. YouTube meni hayotim bo'lagi emas. YouTube meni hayotim. Every night in my dreams Iltimos, kommentariyaga ovozingiz zo'r ekan, musiqa ayting deb yozmang. Vaqtim yo'q. Biz sizni sog'indik. Siz bizni sog'indingizmi? Albatta sog'indim. Agar siz sog'ingan bo'lsangiz, nimaga yangi videomga 5 oydan beri like bosmayapsiz? Aytgancha yangi video chiqarmadim. Musiqa aytishni bilasizmi? Va nihoyat kimdir buni mendan so'radi. O'z talentimni ko'rsatmasam bo'lmaydi. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. И знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, темнота твоя. И мне одному совсем ни к чему. Zerikkan paytingiz nima qilasiz? Men zerikkan paytim juda ham ko'p o'ylanaman. Juda ham. Sevgi tarifingizni aytib bering. Bu hamma uchun qiziq. Qiziqarli bo'lsa aytib beraman. Men 1-sinfimda shunaqa jurnal sotib olgandim. Hayotimdagi sevgi tariximning barchasini yozib boraman deb. Hozir o'qib beraman. Lekin pustoy. Qayerdadir o'qiysizmi yoki ishlaysizmi? Yo'q, hech qayerda o'qimayman va ishlamayman. Bekorchimanmi? YouTuber bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Hello darkness my old friend. Santexnik bo'lardim. Hello darkness my old friend. Balkim o'qituvchi. Hello darkness my old friend. Businessman. Futbolist bo'lardim. Yes. Tuxumni 100 yil asrab ichidan nima chiqishini ko'rganmisiz? Yo'q, hali ko'rmaganman, chunki 100 yil yashamadim. Lekin ketib ko'ramiz. Tuxumni olamiz va bu tuxumni korobkaga solamiz va yopib qo'yamiz. Endi 100 yil kutamiz va 100 yildan so'ng nima bo'lishini ko'ramiz. Many months later. Kamera yondimi? Ha, yondi. Oradan 100 yil o'tdi, ketdik. Tuxumga nima bo'lganini ko'ramiz. Yuramiz. Nima qilib qo'yding? To'g'risini ayting, 100 yil o'tmaganini kiyimdan sezib qoldingiz-a? Oyog'ingiz qiyshiqmi? Hello darkness my old friend. Itlar necha kungacha suvsiz, ovqatsiz o'lib ketishadi va tovuqlar. Bilmadim, keting tekshirib ko'ramiz. Tovuqlar, bugundan boshlab hech narsa yemeysiz, suv ham ichmaysiz. Ko'ramiz necha kun yashar olar ekansiz. Shuni ChatGPTdan so'rasang bo'lmaydimi? Tovuq miya? Voy, shu miyamga kelmaganini qarang. Rahmat tovuqlar. Eng cringe kuningizni ayting. Har kuni qizingiz bo'lsa rasmini ko'rsating. Agar videoda shu savolim chiqmasa, hop, shu savol chiqishini xohladim. Qizim yo'q, shuning uchun rasmini ko'rsata olmayman. Yaramas, yo'qol. Mencha hech kim ko'rmadi. Savol: telefoningiz qanaqa? iPhone 17 Pro Max. Ikkinchi iPhone'im bilan video olyapman. Rolex soatim ham bor. Sinfda eng kuchli bola kim? Sinfda eng kuchli bola bu men. Hozir bir daqiqa.
Allo, iltimos faqat video uchun. Iltimos, sinfda 2-o'rinda turaman kuchli bolalar bo'yicha. Hozir yana bir daqiqa. Iltimos, video uchun bir marta iltimos. Xo'p, 5-o'rinda turaman. Jonga tegdi bular. 5-o'rinda deyapman-ku. Yaramaslar, jonga tegdi. Xo'p, sinfda hech bola kuchim yetmaydi. Faqat qizlarni urishni bilaman. Voy, Nargiza nimaga qo'ng'iroq qilyapti? Siz uylanganmisiz? Yo'q, uylanmaganman. Va qachon uylangansiz? 1 yil oldin. Nechta qiz sizni tashlab ketgan? Meni hech qanaqa qiz tashlab ketmagan. Chunki bittasi bilan ham yurmaganman. Dinozavr qarindoshingiz bormi? Albatta bor. Menimcha hammada bo'lsa kerak. Mana u. Salom. Uydagilar yaxshimi? Nima yangiliklar? Hazillashdim. Bu shunchaki rasm montajda qo'ydim. Dinozavr qarindoshim yo'q. Ko'proq yangi videolar chiqaring. Mani o'g'illarim sizning videolaringizni ko'rishadi va o'zbek tilini o'rganishlariga yordam beradi. Siz juda tarbiyali gapirasiz va men buni bolalarimga ko'p misol qilib ko'rsataman. Ota-onangizga rahmat. Rahmat. Sizni Kaliforniyadan kuzatuvchi muxlislaringiz onasi. Kaliforniyaga salom yo'llayman. Bu menga juda ham ko'p motivatsiya berdi. Rahmat. Davom etamiz. Jigar, YouTube'ni boshlashingizga nima sabab bo'lgan? YouTuber bo'laman. Savol: nechta tilni bilasiz? Qoraqalpoq, o'zbek, qozoq, rus, ingliz tilini ham bilaman va it tilini ham bilaman. Yaramas, kanalimga obuna bo'lmabdi. Siz ham obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Savol: olov yonish uchun kislorod kerak bo'lsa, quyosh qanday yonyapti? Kosmosda kislorod yo'q-ku. Yo'q, bitta savolni deb o'zimni o'ldirmayman. Xo'roz Xitoy va O'zbekiston chegarasiga tuxum qo'ydi. Tuxum qaysi davlatniki bo'lishi kerak? Yaramaslar. Instagram nik nima? Instagramim Alisher Nejni ABC5, lekin Instagram yuritmayapman. Obuna bo'lib qo'ying, balki yuritib qolish mumkin. Qoraqalpoqmisiz yoki o'zbek? Xo'p, men Qoraqalpog'istonda yashayman va Qoraqalpoqman. O'zbekcha kontent yuritishni yaxshi ko'raman. Va davom etamiz. Qayerda yashaysiz? Aniq bu savol videoda chiqadi. Nasiba. Yo'q, chiqmaydi. Qayerda yashaysiz? Bu chiqadi. Nasiba. Hop, buni ham aytaman. Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtako'pir tumani. Savol: qayliksiz? Qoraqalpog'iston. Qachon Minecraftda Roblox o'ynaysiz? Tez kunda ko'p o'ynayman. Hozir qayerdasiz va YouTube'dan qachon ketmoqchisiz? Hozir uydaman. YouTube'dan bilmadim qachon ketaman. Ishlaysizmi, o'qiysizmi, qayerda o'qiysiz? Ishlamayman, o'qimayman. Sevganingiz ismi nima? Sevganim yo'q. Agar hammasiga javob bersangiz, erkaksiz va nomeradinsiz. Va nihoyat. Bugungi video shulardan iborat edi. Agar yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib tashlang. Sizlar bilan Alisher edi. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.